12 fevralga o'tar kechasi tungi soat 1:30lar atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida zilzila sodir bo'ldi. Seysmologiya institutidan xabar qilinishicha, uning kuchi 3,5 balga yetib, o'chog'i Oloy rayonidagi Bordobi qishlog'idan 12 chaqirim janubiy g'arbda, O'sh shahridan 130 chaqirim janubiy sharqda joylashgan. Zilzilaning kuchi Bordobi qishlog'ida 3 bal bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar va halok bo'lganlar yo'q. Prezident Jeenbekov samolyot halokati sababli Rossiya prezidentiga hamdardlik bildirdi. Qirg'iziston davlat rahbari o'z telegrammasida 11 fevralda Moskva oblastida qulagan samolyotga bog'liq o'zining va Qirg'iziston xalqining nomidan chuqur hamdardlik aytishini bildirgan. Fojiali halokatda qurbon bo'lgan 71 kishining yaqinlarini qayg'usiga hamdardmiz deb aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, qulagan samolyotda qirg'izistonliklar yo'q. O'sh shahrida onasi kaltaklab og'ir ahvolda kasalxonaga tushgan 2,5 yoshdagi Beksulton vafot etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministrligidan xabar qilishdi. 4 fevralda O'sh oblast kasalxonasining jonlantirish bo'limiga og'ir jarohat bilan behush bolani onasi olib kelgan. U 2 yosh 8 oylik o'g'li zinadan qulab ketganini aytgan. Shifokorlar tekshirganda tanasida ko'kargan dog'lar bo'lib, ichki organlari jabrlangan va miyasiga qon quyilgani aniqlangan. Tergov vaqtida ayol bolasini kapkir bilan kaltaklaganini tan olgan. Hozirda bolaning onasiga qarshi Jinoyat va jazo kodeksining 234-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'aldi va vaqtincha saqlash joyiga kiritildi. Bir hafta ichida o'lka hududida 200 dan ortiq haydovchi mast holatda mashina boshqargan. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 5-11 fevral kunlari oralig'ida 1000 ga yaqin haydovchiga nisbatan protokol tuzilsa, uning 208 haydovchilar rulni mast holatda boshqargan. 503 protokol tegishli hujjati yo'q haydovchilarga nisbatan tuzildi. Jarima maydoniga esa umumiy 800 dan ortiq mashina kiritilgan. Qirg'iziston bilan O'zbekiston birgalikda ishlab chiqarish korxonalarini ochishga kirishdi. Bu bo'yicha qo'shni o'lkaning tashqi savdo ministri rahbarligidagi delegatsiya Qirg'iziston hududlarini ko'rib chiqib, tanishishni boshladi. Ikki o'lka tadbirkorlardan iborat guruh ishlab chiqarish to'xtagan zavod va fabrikalarni borib ko'rib, ishlarni rejalashtirishmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston paxtadan tayyorlangan gazlamalardan Qirg'izistondagi tekstil ishxonalarida kiyim tikib, Qirg'iziston brendi bilan Yevropaga eksport qilish qaralmoqda. 2017 yilning 11 oyida Qirg'iziston-O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 281 milliondan oshdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 100% ga ko'p. Davlatlar o'rtasidagi o'zaro shartnomalarga ko'ra, mazkur ko'rsatkichlar keyingi yillarga ko'tarilib, joriy yildan hamkorlik ishxonalari ochiladi. Unda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tashqi bozorga Yevropa va Xitoyga eksport qilish rejalashtirilmoqda. Biz har bir qadam sayin savdo aloqalarimizni yaxshilashga urinmoqdamiz. O'tgan yilda bir qator tovarlarga aksiz solig'ini hajmini ozaytirdik. Toshkentda o'tgan biznes forumda yengil mashinalar, avtobus, qishloq xo'jaligi texnikasining kundalik xarajatlar texnikalarini hamda media park, ko'ngilochar savdo markazlarini hamkorlikda amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishdik. Bugun ham birgalikda ishlashning bundan keyingi yo'nalishlarini aniqladik. O'zbekiston texnikalarini sotib olish qirg'izistonliklarga qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Chunki ikki davlat o'rtasidagi banklar imzolagan shartnomaga ko'ra, endi avtobus, yengil avtomobil va boshqa texnikalarni RSK va Ayilbankdan lizing orqali berila boshlaydi. Bundan tashqari, ikki o'lka tadbirkorlariga bir xil sharoit tuzish yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston xizmatdosh өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүүнү каалайт. Алдыңкы жылдары Кыргызстан менен товар жүгүртүүбүз $500 миллион чыгат деп үмүт кылып жатабыз. Учурда Өзбекстанда бардык эле нерселер өндүрүлөт. Андыктан Кыргызстанга химиялык продукцияларды, курулуш материалдарын алып келебиз деген ойдомун. Yaqinda Toshkent, Andijon, O'sh, Erkeshtom, Qashqar temir yo'li ishga tushadi. Bu savdo aloqalarini bundan ham yaxshilab, ikki mamlakat do'stligini mustahkamlaydi. Shu bilan birga Qirg'iziston qo'shni davlatdan mineral o'g'itlarni sotib olishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston paxtasidan ishlab chiqarilgan gazlamalardan kiyim-kechaklarni tayyorlab, Qirg'iziston brendi bilan eksport qilishga tadbirkorlar manfaatdor. Аларга бизден полушерстяная пряжа керек, жарым жүн жип, бизге болсо ХБ paxta jibi kerak bo'lib turadi alardan. Ministrlarning kelishuvlariga ko'ra, chegaraga yaqin hududlarning savdo aloqalariga e'tibor qaratiladi. Chunki ikki xalq tig'iz aloqalari birdamlikda bo'lishi iqtisodning o'sishiga sharoit yaratiladi. Qirg'iziston-O'zbekiston hamkorligining yangi sahifalari ochilib, tadbirkorlarga va fuqarolarga qulay sharoit yaratilayotgani jamoatchilikni quvontirmoqda. Kelajakda
koңшылаш бир тууган мамлекет менен мамилелерди чыңдап, ошонун ичинде бизнес чөйрөнүн мамилесин оңдоо, бул ошол эки мамлекеттин экономикалык жактан, соода жагынан байланышты күчөткөнгө чоң бир өбөлгө бермекчи да. Davlat iqtisodiy o'zagini sanoat, tovar ayirboshlashni tashkil etadi. Shu boisdan Qirg'iziston bilan O'zbekiston hukumati mazkur tarmoqqa e'tibor qaratib, uni ilgarilatishga harakat qilmoqda. Qog'ozda imzolangan shartnomalar amalga oshib, hosil berishiga ishonch katta. O'zbekistondan kelgan delegatsiya Qirg'izistondagi ishxonalari bilan tanishib, ular bilan hamkorlik qilishni taklif etishdi. Ammo bu hozircha rejagina bo'lib, imzolangan shartnomalar qachon amalga oshishini aniqlanmadi. Qirg'izistonda shifokorlarning maoshi qisqartirilmagan. Bu haqda 24 agentligiga Sog'liqni saqlash ministri Talanbek Batiraliyev bildirdi. Uning aytishicha, 2017-yili birinchi tibbiy yordam ko'rsatgan shifokorlarning o'rtacha maoshi 12 ming so'm, xodimlarniki o'rtacha 9 ming so'm, hamshiralarniki esa 6 ming so'mni tashkil qilgan. Ta'kidlab o'tsak, ijtimoiy tarmoqlarda tibbiy xodimlarning maoshi qisqartirildi degan ma'lumotlar e'lon qilina boshlagan. Bugun Budjet va moliya bo'yicha qo'mitasida Respublika g'aznasining 2017-yili bajarilishini dastlabki natijalari haqida muhokama bo'ladi. Bu haqda Jo'g'org'i Kengash saytiga e'lon qilindi. Ma'lumotga ko'ra, bayonotni Moliya ministri Adilbek Qasmaliyev beradi. Chaqirilganlar qatorida vitse-premyer ministr Sanjar Muqambetov, iqtisod ministri, davlat bojxona xizmatining raisi, iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha davlat xizmatining raislari bor. Bundan tashqari, yig'in Qirg'iziston Respublikasining soliqli bo'lmagan daromadlari haqidagi kodeksining loyihalari haqida bo'ladi. Qirg'izistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Rossiyaga eksport qilish masalasi muhokama qilinadi. Yig'inga Qirg'izistonning qishloq xo'jaligi, suv va oziq-ovqat sanoati ministrligi va rossiyalik Rosagromarketing tarmog'ining vakillari qatnashishadi. Mazkur ministrlikdan ma'lum qilishlaricha, oziq-ovqatni ulgurji bo'lishtirib sotish tarmog'i orqali eksport qilish masalasi qaralmoqda. Yig'in 12 fevralda Bishkekdagi Hayat mehmonxonasida bo'ladi. Qirg'iziston 2017-yili 395 ming tonna go'sht yetishtirsa, uning 1000 tonnaga yaqini chet o'lkaga eksport qilingan.